Ibn Sinoni davrida vabo kelgan ekan. Vabo kelib viloyatda ko'p odamlar talofat bo'lgan. Vabo ketgandan keyin Ibn Sino tahlil qilsa, viloyatdagi bir tumanda juda ham kam talofat bo'lgan boshqa tumanlarga nisbatan. Nimaga deb tekshirsa, o'sha tumandagi aholi sirka tayyorlashga juda usta va sirkani o'ta ko'p iste'mol qiladigan xo'randalar ekan. Ismim Orifjon. 2012-yildan beri tuyachilik bilan birga uzumdan, olmadan, behidan sirka qilishni hobbi qilib olganman. Sababi sirka iste'mol qiluvchilarda hazm faoliyati tiklanadi, qon suyuladi, organizmdagi gijjalar, viruslar chiqib ketadi. Sirkani ichish tartibi 2 osh qoshiqqacha ovqatga qo'shib ichish kerak yoki suvga qo'shib ichish kerak. O'zini ichishni tavsiya qilinmaydi, chunki bu qizil o'ngachni shamollashiga olib kelishi mumkin. Badanga surtishlik bilan isitmani, davleniyani tushirishi mumkin. Yana buni salatlarga qo'shish mumkin. Turli ishtahani ochadigan ozuqalar hosil bo'ladi. 2012-yildan buyog'iga shuni to'yi borni to'yi o'tadi, bekorchini kuni o'tadi deganda bekor ham yurmasdan shunday foydali mahsulotni qilib kelamiz. Hozirgi kunda 19-yildan 25-yilgacha sirkalarimiz mavjud. Olma sirkasi, uzum sirkasi, behi sirkasi va uzumdan tayyorlangan shindilarimiz bor. Agar sizda ehtiyoj bo'lsa, tatib ko'rmoqchi, ishlatmoqchi bo'lsangiz, bizga quyidagi telefonga murojaat qilsangiz, aloqaga chiqsangiz hamkorlik qilamiz.